buzilish tarafdori bo'lib turgan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin emas. O'zi keltirayotgan da'voingiz sudlarda qonuniy bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha kutish kerak. Biz ko'rganmiz masalan, ko'p joylarda sud qarorining ijrosini tamomlab qo'yib, oxirida keyin bekor bo'lgandan keyin hammasi bir bilan yana qaytadan sudlashib yurganini. Shu imkoniyatni berish juda qiyinmi? Yo ijrochilarga bir savolim bor. Sizni tumaningizda faqat shu sud qarori bormi? Yuzlab deylik, minglab kerak bo'lsa, alimentini ola olmayotgan ayollar qanchasi bizga murojaat qiladi? Yaqinda bir murojaatimiz bor, albatta Samarqandga boramiz. Ya'ni shu sud qarorini ijrosi ta'minlamayotganligi haqida. Yuzlab, minglab sud qarorlari bor, ijrosiz yotibdi. Masalan deylik, to'g'ri, hech nimasi yo'q, boshqasi yo'q deysiz, lekin 15 sudga yoki boshqa choralarni ko'radigan jazo turlaringiz bor. Ularni qo'llamaysizlar, sud qarori chang bosib yotadi. Anta qancha ayollar aliment pullarini olasini boqa olmay qiynalib yuribdi. Bu sud qarorlari sud qarori emasmi? Undan tashqari, oldi berdi bo'yicha chiqqan sud qarorlari bor. Kerak bo'lsa o'sha hokimiyatga nisbatan kiritib, da'voringizga kiritgan sud qarorlari qancha bizga murojaat qiladi. Masalan, o'shalarning sud qarori emasmi? Shu borib turib hokimiyat mashinalarini shtrapnoylarga tiqib tasha olmayapsiz-ku. Nima uchun hozir sal sabr qilish iloji yo'qmi? Oxirgi instansiyasiga borguncha 5-6 oy bo'lar. Bu ahvolda bu odam faoliyat ham yuritmoqchi emas. Masalan deylik, agar yo'q bu faoliyat yuritmasin, bu xavfli jamiyat uchun degan bir fikr bo'lsa-da endi. Masalan, qurishlarini haqiqatan bir noto'g'ri qilgan degan fikr bo'lsa. Faoliyat ham yuritmoqchi emas. Biz hozir gaplashdik, mana bir necha yillar oldin 2016-yilda o'sha bitgan ekan bu joy. Mana hozir 9 yildan beri turibdi joyida. Nima uchun ozgina kutish iloji yo'qmi? Oliy sud ko'rsin, Oliy sudgacha chiqsin, imkoniyatdan foydalansin bu odam. O'zini qonuniy huquqlaridan foydalansin. Ana undan keyin deylik, mayli, agar o'sha oxirgi etapgacha yetgandan keyin qonun ustuvor bu davlatda yashayapmiz, qonun ustuvor bo'lishini o'zimiz talab qilyapmiz. Lekin negadir aynan shunaqa yo'nalishdagi qarorlar, sud qarorlari tezda ijro bo'lib ketadi. Juda ham tezlik bilan ijro bo'ladi. Kimdir bundan manfaatdormi? Yo boshqa holatlar bormi? 9 yildan beri turgan narsa hozir 5-6 oyda xavf tug'dirib qo'yishi mumkinmi? Men shaxsan shu O'zbekiston Respublikasining fuqarosi sifatida men o'zimning fikrimni aytardimki, imkoniyat berish kerak.